Assalomu alaykum. Xalq orasida 24 kanalining a'zo obunachilari yangiliklar chiqarishda davom etamiz albatta. A'zo obunachilar mana Lochin brendida ishlab chiqarilgan mototsikllarimizni albatta sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bular nihoyatda arzon narxlarda zavod narxidagi mototsikllarni ko'rsatamiz. Mana bunaqa yangiliklarimiz ham bor. A'zo obunachilar samosval kerakmi, bez samosval kerakmi, hammasidan bor. Siz izlagan narxlarda azlar Lochin brendida ishlab chiqarilgan mototsikllarimizni marhamat ko'rishingiz mumkin. Samosval variantlari bular albatta. Arzon narxlarda 150 kubadan 300 kubagacha bo'lgan mototsikllarimiz marhamat. Hozir mototsiklimizni qancha yuk ortishini ko'rishingiz mumkin o'z ko'zingiz bilan. Xo'jalik uchun nihoyatda zo'r variant olsalaringiz bo'ladi. Albatta mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Albatta azizlar, ko'pchilik yana so'ragan, keyingi videomiz xudo xohlasa kvadrotsikl bo'ladi. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qo'sh balonmi deysizmi, yakka balon deysizmi, hammasidan bor. Yuk ko'tarish 2,5 tonna, 3 tonnagacha bo'lgan samosvallarimiz bor albatta. Qishloq xo'jaligi uchun, mol, qo'y tashish uchun albatta zo'r variant azizlar. Hozirgi kunda skirtkalar bo'lib ketyapti azizlar. Skirtka narxlarida olib qolinglar. Nihoyatda bir arzon narxlarda. Xalq orasida kanaldan uzoqlashmang. Bizni kuzatib borishda davom eting. Xayr, salomat bo'linglar.